Assalomu alaykum. Bugungi video darsimiz orqali eski imtihonga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Sejong Korean 1A kitobidan 3-mavzu tahlili qisqa va tez holatda bo'ladi. Lug'atlar narsa buyumlar ekan. Shunda lug'at tushadi. Grammatikada ko'rsatma olmoqlar, ya'ni ikicho, itta, opta, da bor, da yo'q ma'nosida keladi. Da bor, da yo'q. Mavzuyimiz nomi Chek habangan cheksang yope isoyo. Mening sumkam parta yonida bor yoki turibdi. Bu yerda keladigan lug'atlar quyidagicha, ya'ni mulgon narsa buyum. Chek kitob, cheksang parta, iyja stul, kaban sumka, pilton qalamdon, shige soat va joylashuvni ifodalovchi lug'atlar. Iyja stula ap oldi, tvi orqasi, vi usti, are yoki mit osti tagi. Yop yoni o'rinchoq o'ng tomon bo'ladi, o'ng tomon. Xuddi shunday yop yoni venchoq, vinmas, ven choq. Chap tomon ma'nosida keladi, chap tomon. Sa'i orasi, mana orasi, an ichi, pak tashqarisi. Endi kaunde degan lug'at bor. Kaunde u markaz ma'nosida keladi. Mana shu joy bo'lsa, mana o'rtada turgan narsa kaunde bo'ladi. O'rtasi deb tarjima qilinadi. Bu yerda ko'rsatish olmoqlar ikicho tarjimasi bu, u, anavi ma'nosida keladi. Anavi. Demak, i saraman nuguyeyo. Bu odam kim? Chetong seng yeyo, mening ukam. Cho handphone, chunoshi handphone yeyo. Anavi telefon, chunoning telefonimi? Ne, chunoshi handphone yeyo. Ha, chunoning telefoni. Keyingisi itta, opta. Joylashuvni ifodalaydi. Joylashuv. Tarjimasi da bor, da yo'q. Uli undosh farqi yo'q holatda qo'shiladi. Demak, chegi odiye isoyo. Kitob qayerda bor, qayerda turibdi? Cheksang vie isoyo. Parta ustida turibdi. Vi degan usti. Xo'p, suji shiga chibe isoyo. Suji uyda bormi? Uydami? Anyo chibe opsoyo. Yo'q, uyda yo'q. Kiyosh hakkiyoyi isoyo. Maktabda bor. Maktabda bor. Xo'p, bu yoqda endi chinguye kaban. Mana buni o'qilishi bo'ladi. Asli bu harfimiz talaffuzi ruscha talaffuz qilinadigan harf. Lekin grammatikada tarjimasi ning, lekin talaffuzi bo'ladi. Chinguye kaban, do'stimning sumkasi. Xo'p, 3-mavzu, 3-audiosini eshitamiz. Keyin mana bu yerda berilgan ikkita savolga javob topsak bo'ladi. Xo'p, eshitamiz. 1번. 안나 씨와 유진 씨가 가방 이야기를 하고 있어요. 대화를 듣고 다음 물음에 답해 보세요. 이 가방이 유진 씨 가방이에요? 아니요. 제 가방은 책상 옆에 있어요. 그럼 누구 가방이에요? 그 가방은 마리 씨 가방이에요. Eshitdik, endi tahlil qilamiz. Hop, ana so'rayapti. I kabangi, Yujin shi kabangiyo. Bu sumka Yujinning sumkasimi? Endi Yujin javob beryapti. Aniyo, che kabangin cheksang yope isoyo. Yo'q, mening sumkam parta yonida turibdi. Yonida. Ana shunda savol beryapti. Krom, nugu kabangiyo. Krom. Unday bo'lsa, kimning sumkasi? Shunda Yujin javob beryapti. K kabangin Mari shi kabangiyo. U sumka Marining sumkasi. Demak, bu sumka kimning sumkasi ekan? Marining sumkasi. Demak, Marishi kaban iyeyo. Hop, Yujinshi kabangin odiye isoyo. Yujinning sumkasi qayerda? U aytdiki, mening sumkam parta yonida dedi. Cheksang yope isoyo. Yope isoyo. Mana bu ikkita S harfi. Shu. Va keyingi qismda chunoshi pan, chunoning xonasi mazmunda ilgi kelgan o'qib tarjima qilamiz. Chunoshi pangeyo, bu chunoning xonasi, pange moshi silkayo, xonada nima bor? Chepangeyo, bu mening xonam, chimdega isoyo, kravat bor, chimde yope, cheksangi isoyo, kravat yonida parta bor, cheksang vie kompyuterga isoyo, parta ustida kompyuter bor. Shigenin opsoyo. Soat yo'q. Demak, chimde yope moshi isoyo. Kravat yonida nima bor? Kravat yonida parta bor. Cheksangi isoyo. Xo'p. Cheksang vie moshi isoyo. Parta ustida nima bor? Kompyuter bor. Demak,
kompyuterga 있어요. Shu holatda bo'ladi. Va xuddi shundan qolib olib, o'zingizni xonangizni, mana yorobun pange moshi issoyna. Sizning xonangizda nima bor? Rasm chizib, yozib ko'ring. Kerimil kirigo so'posiyo deyilgan. O'zingizni xonangizni tasvirlab bersangiz bo'ladi. Shundan qolib olib. Bu 3-mavzu tahlili bo'ladi. Tez va qisqa holatda. Maqsad eski imtihonga tayyorgarlik. Aynan eski savollarga emas, koreys tilida bilimni oshirish ma'nosida. Salomat bo'ling. Bugungi darsimiz shu joygacha bo'ladi.